O'tgan videolarimizda atom va termoyadro bombalarining tuzilishi hamda yaratilish tarixini ko'rib chiqqan edik. Bu dahshatli qurollarni yaratgan davlatlar boshqa mamlakatlar ham bunday qurolga ega bo'lmasligini istab, yadro qurolini tarqalishini oldini oluvchi xalqaro shartnomalar taklif qilishdi. Shartnomaga amal qilishni nazorat qilish uchun esa Xalqaro atom energiyasi tashkilotiga ham asos solindi. Bu tashabbuslarga qo'shilgan davlatlar atom qurolini ishlab chiqarmaslikni o'z bo'yniga olgan bo'lsalar-da, bugungi kunda yadro quroliga ega davlatlar soni 10 taga yaqinlashmoqda. Yaxshilab joylashib olinglar. Bugungi videoda yadro bombasini yasash osonmi yoki yo'qmi degan savolga javob berishga harakat qilamiz. Atom qurolini yaratish qanchalik qiyinligi Ikkinchi jahon urushi tugagach ko'pchilikni qiziqtira boshladi. Amerika Qo'shma Shtatlaridan keyin Sovet ittifoqi 1949-yilda birinchilardan bo'lib atom qurolini muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazdi. 1952-yilda Buyuk Britaniya, 1960-yilda Fransiya o'z atom bombalarini yaratishga erishishdi. 1960-yilda Amerikaning Livermore milliy laboratoriyasida esa muhim bir tajribaga ruxsat olindi. Tajribaning maqsadi bo'lsa, atom qurolini yaratish uchun qanday omillar zarur ekanligini o'rganish bo'ldi. Ushbu tadqiqot doirasida 3 nafar yosh ilmiy darajaga ega fiziklarga ochiq adabiyot va maqolalardan foydalanib, portlatishga loyiq atom bombasini yaratish vazifasi yuklandi. Ularga faqatgina oddiy hisoblash vositalaridan va sodda texnik usullardan foydalanishga ruxsat etildi. Tajriba kuzatuvchilarining vazifasi esa cheklangan imkoniyatlar orqali qanday natija olish mumkinligini aniqlash edi. Tajriba natijasi hammani hayron qoldirdi. 3 nafar yosh fizik erishgan yutuqlar shunchalik hayratlanarli bo'ldiki, tadqiqot hisobotining ba'zi boblari hanuzgacha yuqori darajali maxfiy ma'lumot hisoblanadi. Ammo chop etilgan hisobot qismlarini tahlil qilganda, texnologik jihatdan avvalgi Manhattan loyihasida yaratilgan qo'llanmalar va Yaponiyaga tashlangan bombalardan olingan bilimlar asosida yana shunday qurolni ishlab chiqish mumkinligi aniq bo'ldi. Ular xususan Little Boy turkumidagi bombani yanada takomillashtirishga erishishdi va Fatmin tipidagi plutoniy bombasini yanada soddaroq va arzonroq mexanizm asosida superkritik holatga keltirish mumkinligini ko'rsatishdi. Qiziq tomoni shundaki, internet hali bo'lmagan davrda ham 1956-yilda Shvetsiyada chop etilgan maqola asosida tadqiqotchilar 2 nuqtali portlash mexanizmini bomba uchun tatbiq etish imkoniyatini ishlab chiqishdi. Bugungi kunda bu turdagi detonatorlar plutoniy asosidagi atom bombalarining asosiy portlash mexanizmi hisoblanadi. Tajriba oxir-oqibat 1967-yilda favqulodda tarzda to'xtatildi, chunki yosh olimlar tayyor qurol yaratishga yaqinlashib qolishgandi. Ular oldidagi eng katta muammo esa boyitilgan uran va plutoniy topish bo'lib qoldi. Ushbu natijalar Amerika yuqori mansabdor shaxslariga juda yoqmadi, chunki texnologik va intellektual imkoniyatlarga ega har qanday davlat atom qurolini yaratishi mumkin edi. Bu esa o'z navbatida ilg'or davlatlar uchun katta xavf tug'dirardi. Bu orada 1964-yilda Xitoy ishonch bilan o'z atom bombasini qo'lga kiritdi. Yadro quroli yaratishning asosiy fizik tamoyillari olimlarga ma'lum. Turli portlash zaryadlarini loyihalash tamoyillari ham katta sir emas edi. Biroq yadro qurolining samaradorligini oshirishga oid aniq texnologik yechimlar va kerakli xususiyatlarga ega materiallarni olish usullari ochiq manbalarda mavjud emas edi. Shu sababli yadro texnologiyalariga ega davlatlar bunday bilim va texnikani nazoratsiz tarqalishini oldini olish maqsadida qurol yaratish uchun zarur material va uskunalarni eksport qilishni qat'iy nazorat ostiga olishni kelishib oldilar. Natijada yadro quroliga ega 5 ta davlat, Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya, sobiq Sovet ittifoqi, Buyuk Britaniya, Fransiya va Xitoy 1968-yilda yadro qurolini tarqalishini oldini oluvchi xalqaro shartnomani imzolashdi. Bu shartnoma 1970-yilda kuchga kirdi va keyinchalik dunyoning ko'plab mamlakatlari bu shartnomaga qo'shilishdi.
Shartnomaga ko'ra, yadro quroliga ega bo'lgan davlatlar bu qurollarni yoki boshqa yadroviy portlovchi qurilmalarni hech kimga bermaslikka, shuningdek, o'z qurolini to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita boshqa davlat nazoratiga o'tkazmaslikka majbur edilar. Shuningdek, shartnoma a'zolari yadro quroliga ega bo'lmagan davlatlarga bunday qurollarni yaratishda yordam bermaslik, rag'batlantirmaslik va undamaslik shartini ham qabul qilishgan. O'z navbatida, yadro quroliga ega bo'lmagan davlatlar yadro qurolini hech kimdan qabul qilmaslik, ishlab chiqarmaslik, nazorat qilmaslik majburiyatini o'z zimmalariga oladilar. Bu majburiyat shartnoma ishtirokchilari o'rtasida o'zaro ishonch va yadro xavfsizligini ta'minlashning asosiy tamoyillaridan biridir. Shartnomada ko'zda tutilgan nazorat tizimi avvalo yadro qurolini yaratish uchun zarur ilmiy va sanoat salohiyatiga ega bo'lish omiliga asoslangan. Chunki bunday qurolni ishlab chiqish o'ta murakkab, ko'p bosqichli va nihoyatda qimmat jarayondir. Bu jarayon qurolni loyihalashdan boshlab bo'linuvchi materiallarni topish yoki sotib olish, uranni boyitish zavodlarini yoki plutoniy ishlab chiqaruvchi reaktorlarni qurish hamda ularni samarali ishlatishgacha bo'lgan keng qamrovli bosqichlarni o'z ichiga oladi. Shu sababli iqtisodiy va texnik imkoniyatlari yetarli bo'lmagan davlatlar uchun bu jarayonlarni mustaqil amalga oshirish deyarli imkonsiz hisoblanadi. Qurol yig'ilgach esa uni sinovdan o'tkazish keng ko'lamli olimlar, muhandislar va boshqa mutaxassislarni tayyorlashni talab qiladi. Tayyor qurolni nishonga yetkazish vositalarini ishlab chiqish alohida ilmiy va amaliy dasturlarni o'z ichiga oladi. Shu sababli bunday ishlarni butunlay yashirish deyarli imkonsizdir. Shu bilan birga, shartnoma barcha ishtirokchi davlatlarning yadro energetikasini kelishilgan qoidalarga muvofiq tinch maqsadlarda tadqiq qilish, ishlab chiqish va foydalanish huquqini mustahkamlaydi. Shartnoma o'z ishtirokchilariga ushbu maqsadlarda asbob-uskunalar, materiallar va ilmiy-texnik axborot almashish hamda yadro texnologiyalaridan tinch maqsadlarda foydalanishni istagan davlatlarga yordam ko'rsatish majburiyatini ham yuklaydi. Lekin bu holatda shartnomani nazorat qilish katta muammo bo'lib qolishi mumkin. Chunki yadro qurolni yaratish uchun eng muhim jarayonlardan biri uranni boyitish, atom elektr stansiyalari uchun yoqilg'i tayyorlashda ham qo'llaniladi. Natijada atom yoqilg'isini ishlab chiqarish nomidan bomba uchun zarur bo'lgan yuqori darajadagi yadro materiallarni olish mumkin. Bundan tashqari, shartnoma ishtirokchisi o'z xohishiga ko'ra shartnomadan chiqishi ham mumkin. Boshqacha aytganda, siyosiy iroda yoki qaror yadro energetikasini rivojlantirayotgan davlatlar uchun eng muhim cheklovchi omil hisoblanadi. Lekin yadro bombasi uchun uranni boyitish atom elektrostansiyasi uchun yoqilg'i tayyorlashdan ancha murakkabroq. AESlarda ishlash uchun uran rudasi odatda 2-5%, eng yuqorisi 20-60% ga qadar izotop boyitishini talab qiladi. Holbuki, bomba uchun odatda 90% gacha boyitish zarur hisoblanadi. Biroq, o'tgan asrning 80-yillariga kelib, Hindiston, Pokiston va Isroil ushbu shartnomaga qo'shilishmadi. Natijada, bu mamlakatlar bugunga kelib atom bombalarining yetarlicha zaxirasiga ega ekanliklari ma'lum. Umuman olganda, yadro quroli ulkan kuch beruvchi vosita bo'lgani uchun ko'plab davlatlar bunday qurolni qo'lga kiritish uchun harakat qilib kelganlar. Ular orasida Janubiy Afrika Respublikasi, Liviya, Iroq, Suriya, Eron va Shimoliy Koreya qayd etiladi. Janubiy Afrika Respublikasi va Liviya keyinchalik o'z ixtiyorlari bilan yadro qurolini yaratishdan voz kechishdi. Iroq va Suriyada esa yadro quroliga oid texnologiyalar mavjudligiga ishonarli dalillar topilmadi. Shu bilan birga, Shimoliy Koreya va Eron yadro qurolini yaratishdan butunlay voz kechishmadi. Shimoliy Koreya 2003-yilda yadro qurolini tarqalishini oldini oluvchi shartnomani tark etdi. Hozirgi kunda Shimoliy Koreya va Eronning yadro dasturlari xalqaro hamjamiyat e'tiborida qolmoqda. Shimoliy Koreya o'z qurollar zaxirasini kengaytirgani haqida bayonotlar bergan. Eron esa uranni yuqori foizgacha boyitish ishlari olib borayotgani ma'lum qilingan. Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda yadro qurolini yaratish yuqori darajadagi ilmiy va texnologik imkoniyatlar, katta moliyaviy sarmoya va murakkab infratuzilma talab qiladi. Rivojlangan davlatlar monitoring va razvedka vositalari orqali
bunday jarayonlarni nishonga olish va fosh etishga qodir. Shuningdek, yadro dasturlarini aniqlash natijasida moliyaviy sanksiyalar yoki boshqa siyosiy va hatto harbiy choralar ko'rilishi odatiy tus olgan. Shuning uchun yadro qurolini yaratish nafaqat texnik, balki geosiyosiy jihatdan ham nihoyatda xavfli va xatarli ishdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Izohlar bo'limida o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Yonida yana qanaqa ilmiy mavzu qiziqligini ham yozinglar. Balki aynan sizning fikringiz keyingi video mavzusi bo'lar. Yana Fantech kanalida ko'rishguncha